11 masala. Hozir buni ishlovdik. BK taqsim BL qiymatimiz 4 taqsim 5 chiqdi. Yuqorida 4 taqsim 5 chiqdi. Bu BK taqsim BL edi. Demak, bularda qiymati o'z-o'zidan teskarisini so'rayapti. Va qiymatlar o'zgarmaganligi uchun demak BL taqsim BK ni qiymati 5 taqsim 4 chiqishi kerak. Javob D. 12 masala. R radiusli halqadan I tok oqmoqda. Agar halqa yarmi 90 gradus qilib bukilsa, halqa markazidagi induksiya qanday o'zgaradi? Demak, mana bunday xulosa. R radiusli halqada induksiya qanaqa hisoblanadi desak, mu I taqsim 2R bo'ladi. Xo'sh, agar tokda yo'nalishini bu tomonda bo'lsak, hozir soat mili bo'ylab markazga induksiya chiziqlari tik kiruvchi bo'lib qoladi. Markazga tik kiruvchi bo'ladi. Ya'ni bizdan qog'oz tekislik yo'nalgan bo'lib qoladi. Kiruvchi. Endi bizdan so'ralgan narsa halqa yarmi 90 gradus qilib bukilsa deyapti. Bizga ko'rinish quyidagicha bo'ladi. Old tomondan bunday ko'rinadi, R radius bo'lib, yon tomondan mana bunday holat. Mana 90 gradus qilib bukildi. Mana bu bukilgan qism. Yon tomondan ko'rinishi mana bunday. Mana 90 gradusli ko'rinish. Shular holatam. Endi bunda induksiya chiziqlari nima bo'lib qoladi? O'z-o'zidan bir-biriga perpendikulyar bo'lib qoladi. Faqat halqani yarmi bo'lib qoladi. Demak, yarim halqa induksiyasi qanaqa bo'ladi desak, bu mu 0 I taqsim 2R ko'paytirilgan 1 taqsim 2 bo'lib qoladi. Bu degani boshlang'ich induksiyani yarmi degani. Demak, bu B taqsim B0 taqsim 2 olaylik. Va boshlang'ich induksiyani B0 sifatida qarayapmiz. Demak, buni Pifagorga qo'ysak, ildiz 2 ko'payadi. Demak, B0 taqsim 2 ko'paytirilgan ildiz 2 bo'lsa, demak bu B0 taqsim ildiz 2. Xulosa B0 ga nisbatan ildiz 2 marta kamayar ekan. Javob B. 13 masala. O'zgaruvchan tok tarmog'iga ketma-ket ravishda 6, 3, 11 sonlanadi. Quvvat koeffitsiyenti qancha? Demak, biz uchun birinchi Z kerak. Uni qanaqa hisoblaymiz? Aktiv qarshilik 6 ni kvadrati plus 11 ayrilgan 3 ni kvadrati. Shuni hisoblasak, bu 6 ni kvadrati plusdan 8 ni kvadrati bo'ladi, 10 bo'ladi. Quvvat koeffitsiyentining formulasi aktiv qarshilikni umumiy qarshilikka bo'lamiz. Demak, R'imiz bizda 6 edi, bu 10. Buni qiymati 0,6. Demak, javobimiz A javobda turibdi. Magnit oqimining birligi bu Weber. 15